Assalomu alaykum. Mana navbatdagi grammatik qo'shimchamizga keldik. Bu AOPOda. Qanaqa grammatik qo'shimcha ekan? Hozir ko'rib chiqamiz. Bu grammatik qo'shimcha AOPOda, ya'ni koreys tilidagi biror ishni sinab ko'rish ma'nosida kelib, ib ko'rmoq deb tarjima qilinadi. Bu qo'shimcha fe'lga qo'shilib, o'sha harakatni tajriba sifatida amalga oshirishni ifodalaydi. Ib ko'rish. Xo'p, qanday qo'shiladi AOPOda? Bu ayo oyo, aochuda qanday qo'shilsa, qanday o'zgarishlar bo'lsa, hammasi bir xil. Fe'l o'zagida agar a yoki o unlisi bo'lsa apoda, masalan kada, kapoda. Boshqa unlilar, ulardan boshqa unlilar bo'ladigan bo'lsa opoda qo'shiladi. Masalan moqtaga mogopoda, yeb ko'rish, hadaga bo'ladigan bo'lsa hepoda bo'lib o'zgarib ketadi. Kongbuhada, kongbuhepoda o'qib ko'rmoq degani. Misollarda ko'ramiz. imshigil mogo passoyo. Bu taomni yeb ko'rdim. Hanguge ka pogosh boyo. Koreyaga borib ko'rishni xohlayman yoki borib ko'rmoqchiman. Osul ibo poseyo. Bu kiyimni kiyib ko'ring. Hangiril pevo passoyo. Peodaga qo'shilyapti, diftonga aylanib ketyapti, ko'ryapmiz. Hangilni o'rganib ko'rdim. Aopoda biyib ko'rmoq deb tarjima qilinadi. Bu grammatik qo'shimcha haqida yetarlicha ma'lumot oldik degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.